Eslaysizmi? Arraning ovozi ajoyib eshitilar, qo'llarimiz sovuqdan qotib, yuzimiz lov-lov qizarib ketardi. Ammo aynan o'sha ovoz bilan biz sovuqni yengayotgandek o'zimizni kuchli his qilardik. Keyin bolta bilan o'tinni mayda qilib yorib, pechkaga sig'adigan holatga keltirardik. O'tinlarni qator-qator qilib terib qo'yganimizda ko'nglimiz g'alati bir xotirjamlikka to'lardi. Derazalar klyonka bilan yopilgan, mayda mixlar bilan qoqilgan bo'lar, ichki tomoni qalin muz bilan qoplanib qolardi. Ertalab uyg'onib, o'sha muzni tirnoqlarimiz bilan asta qirib tashqariga mo'ralardik. Chelakdagi suvning usti qalin muzlab qolardi. Cho'mich bilan muzni shaq etib sindirib, muzdek suvni ichib zavqlanardik. Onamiz yoki buvimiz sandalda yoki bir chetda xotirjam o'tirib paypoq to'qir edi. Aytgancha, sandal o'zi nimaligini bilasizmi? O'sha mehr bilan to'qilgan paypoqni kiyganimizda dunyodagi eng ayovsiz sovuq ham bilinmay qolardi. Jun paypoq ustidan kalish yoki sapok kiyib qorga chiqardik. Kechqurun esa o'sha paypoqlar pechkaning ustida qurib turardi. Ba'zan biroz kuyib, tutun isi kelib qolardi. Tong saharda molxonaga kirardik. Sigirlarning nafasi juda ham quyuq bug'lanib chiqardi. Chelak ko'tarib yem tashish, molga qarash bizning oddiy ammo haqiqiy hayotimiz edi. Kechqurun eski televizor yoqilardi. Hammamiz bir ko'rpa ichiga kirib olib, jim tomosha qilardik. Tunda qishloq sukunatga cho'mardi. Uzoq-uzoqlardan itlarning hurishi eshitilib turardi. Uy ichida sarg'ish chiroq yonar, derazalar bug'langan, eshiklar sovuq edi. Ammo shunga qaramay, aynan o'sha kunlar qalbimizdagi unutilmas, eng issiq xotiralar bo'lib qolgan. Xo'sh, sizda yoshlik qanday o'tgan? Yoshlikka bir lahza qaytara olgan bo'lsam, bitta like bosib ketishni unutmang.